5128-urinishda u odam milliarder aylanadi. 5127 dona omadsizlik va 5127 marta bir xil ixtiro ustida ishlagan. 5128-urinishda u odam milliarder aylanadi. Bu insonni kim deb o'ylaysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Bu inson 15 yil davomida o'zining garajida tajribalar o'tkazadi va 5127 dona omadsiz yakunlangan tajribalardan so'ng ham u taslim bo'lmaydi. 5128-ixtirosi uni butun dunyoga mashhur qiladi. Bu inson James Dyson. Umrining 15 yilini past ovozli pilisos, ya'ni changyutgich yaratish ustida sarfladi va unga erishdi. Bu bilan nochekman. Sizdagi muvaffaqiyatsizliklar sizni hech qachon jaliga tortmaydi. Aksincha, shu muvaffaqiyatsizliklardan chiqarilgan tajribalar orqali siz yuqori pog'onalarga ko'tarilasiz. SEM sohasida ham xuddi shunday. Dastlab yiqilasiz, qoqilasiz, lekin shu yiqilishlar orqali siz g'alaba qozonasiz. Shunday videolar o'tkazmaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.